Assalamu alaykum. Qayrindaşlar, men Rayhan Tursun, Sharqiy Turkistonning Sanji degan yeridan. Mening akam Alijon Tursun 1964-yil tug'ilgan. 2 yil lagerda yatdi. 2 yil lagerdan chiqqandan keyin yaqinda, ya'ni bir necha oyning oldida chiqdi. Uyda davolanibdi. Bak salomatligi nihoyat nachar. Ham o'ng ko'zi ko'rmas bo'lib qopti. Buni men anamga telefon qilish jarayonida bildim. Ondan keyin kichik inim Mahmudjon Tursun. U inim 2 yil turmada, 2 yil lagerda yatdi, jami 4 yil. Bu inimni shu bak hali qolgan vaqtda, ya'ni o'lay degan vaqtda chiqarib yetibdi. Onun sababi jigar kesili bor debdi. Shuni o'yga chiqqandan keyin bir necha oyning ichida oshxona kirish jarayonida shu oshxonaning ichida yiqilib tushib o'ldi dedi. Buni anamdan bildim. Mening ocham Rizvongul Tursun, hatto hozirgacha hech qanday xabari yo'q. Ya'ni men ocham bilan aloqalashmag'ili 3 yildan oshdi. Ocham hayotmi yoki o'likmi, hech qanday xabari yo'q. Ya'ni ochamning o'g'li Azmat Anvar Yasin. Bu xabarni bilsam, Sichvanga o'qig'ili ketdi dedi. Bir oy ta'tilga qaytib keldi degan gapni angladim, ammo nima ishlar bo'layotganini aniq bilmayman. Anam 75 yosh kirdi. Hozir anam yolg'iz uyda. Anam qaraydigan hech kim yo'q. Chunki o akamning holimi o'zining holidan chiqamaydi. Endi shu akamning qishidan anamni ko'chirib, ochamning qishiga olib yetibdi. Lekin bu ocham haqiqatan bormi yo'qmi, bumi men aniq bilmayman. Chunki anamga telefon qilgan vaqtimda anam menga rost so'zlayolmaydi. Har qatimda boshqa bir xil so'zlarni deydi, chunki ular shu yerda kuzatgan ekan. Hozir anam shu boshqa yerda, bu akam o'zi yolg'iz. Ham bizniki mush yezni setib olgan uylarimiz bor, yerlarimiz, ziroat yerlarimiz. Ularning hammasini buzib tub-tuz qilib yetibdi. Bir tiyinmi bermabdi bizga. Onun sababi nima desa, chunki sizlarniki nopusinglar shahar nopusga, yez nopus emas. Shuning uchun bu berilmaydi deb shuna debdi. Mardan Erkin, mening tugab ketgan akamning o'g'li, hozir 4 yil bo'ldi. Men hech qanday aloqa qilmadim. Yoki hayotmi, yoki tirikmi bilmayman. Men boshqa Uyg'ur qarindoshlarımga shuni nasihat qilmoqchi. Biz hozir qo'limizdan boshqa ishlar hech kelmas. Ham kelmaydi. Lekin Alloh bizni qurbatimiz yetadigan ishlarga buyuruydi. Hozir bizning qurbatimiz yetadigan ish guvohlik berish. Men o'zim shaxsan bu guvohlik berishni qandaqdir men uydagilarni bu orqali qutqiza olayman deb o'ylab chiqmadim. Balki buni men bir musulmon bo'lish yuzim bilan ham mening diniy burchim deb chiqdim. Chunki yana qanchalik umr ko'ramiz, Alloh o'zi biladi. Ammo o'lgandan keyingi hayotda biz cho'qqum ularning ustidan so'roq tortilamiz. Men bu so'roqdan baq qo'rqaman. Shu sababdan men guvohlik berdim. Allohning oldida hech bo'lmaganda men mushu ishni bo'lsam qila oldim degan so'zni deyalishim uchun. Boshqa Uyg'ur qarindoshlarim, agar sizlar haqiqatan Alloh va uning rasuliga iymon keltirgan bo'lsanglar, qo'rqmasdan chiqib, endi oilanglarning surishtirisini qilinglar. Chunki ular sizlarga bak muhtoj. Agar biz bunda sukutda turaversak, ati o'gun kelib, o'zimiz mushu sukutning jazosini mushu dunyoda tatib qilishimiz mumkin. U vaqtda biz yuguradigan yer topamay, pushaymon qilganning hech qanday foydasi yo'q. Shuning uchun qarindoshlar, sal g'ayratga kelinglar. Qolganini Allohga topshiraylik, tavakkul qilaylik. Tavakkul qilish, mana shunday yerlar tavakkul qilish bak muhim. Bo'lsa guvohlik beringlar. Hammamiz guvohlik beraylik. Hammamiz guvohlik bergan vaqtda anondan keyin tama ko'l bo'ladi deb bu ko'l shakllandi. Ma'qulamsa xo'sh, Allohga omonat.